Hammaga salom. Bugungi video foni Avstriya chiroyli, tabiati chiroyli manzaralari bo'ladi. Bugungi video mavzusi O'zbekiston fuqarolari chetga chiqib, O'zbekistonni yamonlamanglar degan mavzu bo'ladi. Xullas bu videoni qilishimga sabab yangi ishxonaga o'tdim. Mana bu karta pabitam повторныйga qayta topshirish uchun borganimga kvartira bor, 3 xonalik. Kvartiraga 3 ta 4 ta O'zbekistonlik, 3 ta 4 ta Qirg'izistonlik yashayotgan ekan. Endi yuvinish uchun, kiyimlarimni yuvish uchun stiralniy mashinkaga, krivayko mashinkaga yuvish uchun borib, nima gaplarni eshitib qoldim. O'zbekistonlik fura haydovchilari Qirg'iziston fuqarolariga shunaqa O'zbekistonni yomonlab yotibdi. Har bir qadamga radar, har bir qadamga nima deydi, soliq gazini bergan, kommunalni ko'tarilib ketgan, xullas nolib yotibdi. Bu menimcha bizani oxirgi vaqt xalqimizga, masalan internetdagi ham qarasangiz agar o'z yurtingizni, o'z tug'ilib o'sgan yurtingizni maqtab chiqsangiz agar, nimagadir paxta qo'yibsan deydi. Bilmayman kimga paxta, o'zingizni yurtingizga paxta qo'yibsiz. Shunaqa deydi. Qachonki yamonlasangiz o'zingizning yurtingizni cheksiz, siz qahramon deb xalq uchun. Asli unday emas. Dunyoning har bir mamlakatiga ham o'ziga yarasha globalni kamchiligi bor. Prosta dunyoning har bir mamlakat fuqarolari ham bizaga o'xshagan ko'tini ochib vez dunyoga aytmaydi. Oddiy bir Qirg'iziston fuqarolariga O'zbekistonni yamonlab o'tiribdi-yu, men Qirg'iziston borganman. Endi qirg'izistonliklar xafa bo'lmasin. Men garanti beraman, 300% O'zbekiston fuqarolari va O'zbekiston Respublikasi Qirg'izistondan yaxshi. Yaxshi bo'lsa yaxshiki, lekin past emas. O'tirib olib gapirib, bu bitta emas, bu ayrimlar o'ylashi mumkin, bitta bir dalbayoq bor ekan deb. Unday emas-da. Parkinglarga ham, masalan, mana bu videolarimga ham aytganman. Necha marta bu Telegram gruppaga ham aytdim. 20 yildan buyon men musofirman. Rossiyaga ham, Yevropaga ham yuribman. 40 dan oshiq mamlakatga yurganman. Har bir mamlakatga ham o'zimizning fuqarolarimiz boshqa fuqaro bilan gaplashib o'tirgan vaqt ko'p duch keladi menga shu. Hadeb o'zini yurtini yamonlayveradi. Buni qilmaslik kerak. Vobshe odamzod qanday o'z yurtini yamonlashi mumkin boshqa bir fuqarolariga-da? Ular uchun bir chaqchaq, bir gapdir. Bu lekin o'sha masalan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining obro'yini mislsiz yerga tushiradi. U odam o'zini o'zi yamonlayotgan. Yana shu Rossiyaga ham boshiga borganda biladi. O'zbekiston Respublikasi fuqarolar obro'yi baland edi. O'zini yerga urayverib, bizani mamlakat unay, ish yo'q, pul yo'q, unay deb o'zini yerga urayverib. O'zingizni siz nima deydi? Bu dunyoga avvalambor inson o'zini yurtini hurmat qilsin, o'zini fuqarolarini. Keyin boshqa mamlakat shu fuqaro va shu yurtdan kelganlarni hurmat qilishni boshlaydi. Vobshe jahlim chiqdi-da, ana shuni o'sha bolalar o'tirib olib yomonlab yotibdi O'zbekistonlikni Qirg'izistonlikka. Aytdim, unchalik yomon emas. Og'zingizni ko'pirtirib buni yamonlamang. O'zbekistonni desam agar, siz tepa quloqmisan nimaku deganday qilyapti-da. Yuqoriga aytganimdek, yurtingizni himoya qilsangiz paxtakor deydi, yurtingizni yamonlasangiz qahramon deydi. Xuddi shunga o'xshagan. Xullas bu video bilan nima demoqchiman? Hech kimga qiziq emas sizning yurtingiz qanaqa, birovning yurti qanaqa bankrot, tupikka kirayotgani. Kamchiligini chetga chiqdingizmi, yoping, o'zingiz bilasiz. Masalan, oddiy bir Fransiya deysizlar. Ammo Fransiya deb nima deydi? Mukammal mamlakat deb o'ylaydi. Yo'q, parkinglariga doim furachilar eshiklarni ichkaridan qulflab, yukimni salarkanmi o'g'irlab ketsin. O'zimni jonimga, sog'lig'imga zarar tegmasa bo'ldi deb yopib turadi. Yengil mashinangiz Fransiyaning katta shaharlari Parij, Lyonga yengil mashinangizni любой joyga qo'yib keting, bir qarovsiz. Yarim soatga qo'yib keting, bir ichiga bir telefoni bilanmi,
biron bir barsetkasi bilanmi shishasini sindirib o'sha narsangiz yo'q. Короче, shunchalik uyg'urlik вообще maksimal darajaga. Undan tashqari kommunalniy qimmat katta yirik shaharlarga oyligini 30%ni kommunalniga to'laydi. Endi aytishlaringiz mumkin, ular oyligi bilan bu oylik sravniy. U rasxod ham shunga yarasha 30%, $2000 oylik oladimi shular? O'sha 30% $500 oshiq kommunalniy uchun to'laydi. Shuni bu biz dunyoga bir xil ketyapti bu iqtisod. O'ylamanglar, короче, bitta O'zbekistonga biz aziyat chekib yuribmiz-u, boshqa mamlakatlar kayf qilib yuribdi deb vahima qilib ruslarga, ukrainsklarga, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistonliklarga og'izlarini ko'pirtirib chet mamlakatga deb yomonlayvermanglar O'zbekistonni. O'sha bir o'ylanglar, Qirg'iziston endi yaxshi bo'ldimi O'zbekiston? Tojikiston yaxshi bo'ldimi endi O'zbekiston? Qozog'iston yaxshi bo'ldimi? Qozog'istonga mana shofer o'tsam, dunyoga birinchi o'ringa bo'lsa kerak, nima korrupsiya, gaylarning korrupsiyasi, tamojnidagi bir muomalalar dunyoga birinchi o'rin bo'lsa kerak Qozog'iston. O'shani ham o'ylanglar. Tak что men haqiqatni aytyapman, ayrimlar o'zini bilmaslikka olib bir ko'pirtirib nimadir demoqchidir. Bu haqiqat bu. E'tibor beringlar musofirlar, chapga o'ngga qaranglar. O'zimizni hamyurtdoshlarimiz boshqa mamlakat fuqarolariga o'zini ko'pirtirib O'zbekistonni yomonlab o'tirgan bo'lsa, короче, og'zini yopinglar, uni aytinglar. Biron bir normalniy inson, menimcha miyasi ishlaydigan inson o'z yurtini yomonlamasa kerak boshqa bir fuqarosiga. Mayli, xayr, shu bilan videoni tugatsam ham bo'ladi. Hammaning ishiga omad, kissasiga daromad. Keyingi videoga ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.